Agar uyingizda sizningla ko'zingiz ko'rinadigan, biroq boshqalarning ko'zi ko'rinmaydigan bir muncha odamning tug'imini ko'rsangiz qanday qilasiz? Hay do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlarni dilo sizlardan do'stlar, dinlar dilo. Men oldin deb qo'yay, mashqning qat'iy qo'rqinch emas, hech qanday jin chiqmaydi. Haqiqiy bo'lgan intayin kuch va bo'lgan fan texnik bilan tamoman tushuntirib bo'lgan bir dilo. Oldingi boshtimizning ko'rib bilan qo'rqinchli ketib ham serib o'tmanglar. Qat'iy qo'rqinchli yeri yo'q. Yana taqsanlar xaplab qolmaydiman. Amsa denzamgan ro'shon qilib, bugungi dilorimizga kirib ketaylik. Bugün sözleşme bo'lgan bu diyorumuz 2006-yili Amerikaning G'arbiy Virjiniya shtatidagi Behli degan shahar yuz bergan ekan. Endi bu yerda bunda bir nahiya bozordek bir yob ekan-ku, Shaujen deb qo'yamiz. Bu yerda yaqin yoqi bir mishmish barang pul ketibdi. Nima mishmish barang desanglar, mushu nahiya bozoridagi Helman ismli bir odamning uyida jin bor degan mishmish barang ekanda. Lekin atrofdagi qo'lim qo'shnilarning hech qaysi bu odamni yolg'on gaqiryapti deb qaramaydi ekan. Hammasi shunday ishindi ekan. Nimishqa desanglar, chunki bu odamning xizmati bo'lsa popga, ya'ni mushu deb qo'yamiz. Endi odatda bunda poplar degan yolg'on gaplarni qilib atrofdagi xalqlarni aldab o'zining nom sharpiga unda daxl tarz etadigan unda gaplarni qilmaydi-ku. Uning ustiga masalan bu Shaujandagi misl cherkovga berib, u bu qilgan chaqda bu odam riyosatchilik qilib ashara qiladi-ku. Shu ham odam bu odamni hurmatlaydi, ham shu iltijo qilgan chaqda shu odamning gapiga ishindi. Shunga bu odam hargizmi undaq yog'in gaqilgan liyos yo'q-da. Shunga bunday gap bu popning og'zidan chiqqandan keyin bu qo'lim qo'shlarning hammasi ishindiki. Endi bu ish qanday boshlanibdi desanglar, bir kuni bu Hilman degan odam o'zining ayoli bilan kechki tomoqni yeb bo'lib, uydagi marketingdagi safhada dench ko'rib o'tasa qaranglar. Endi men deb qo'yay, balkim filmni yo'qsizlar bu popning xotni va poplar xotnasi bo'lamdi deb. Men ozroq tushuncha bir qo'yay. Endi bu popni uyg'urcha poplam degan bilan lekin xanzochda ya shinfu deydi, ya bo'lmasa mushi deydi deganda. Bu shinfu degani katolik dinining rasachilik qilgan odami. Bu mushi degani hozirgi ma'lum xristian dinining rasachilik qilgan odami. Bu o'xshamaydi-ku. Endi sizlar shu kinolarda katolik dinini, xristian dinini deb ko'p anglagan, lekin bular zot qanday farq qilib bilmasliginglar mumkin. Men mu bilmaydim. Materiallarni izlab qarsam qanday kelsanlar amaliyotda bularning hammasining yildizi birga. Amaliyotda bu cho'ng bir fuqumda bu xristian dini deb ataladi ekan. Shu bu xristian dinining ichida yana nurg'on kichik dinlar bo'lganda bularning orasida yuqoriroqlari shu birisi katolik dini, yana birisi yangi din deyotganda buni yana birisi Tongjingjiao deyotgan buni uyg'urcha nima deydi bilmadim. Shu bilan mushlarni qo'shilib bu cho'ng fuqum asli xristian dinga. Shu bularning orasidagi yangi din degani Shinjao deganni hozir qilam shu og'zaki lam udullam xristian dini davolgan. Shu amaliyotda bu bir Shinjaoga. Endi bularning yildiz nimishqa bir deydi desanglar, bularning hammasi o'xshash shu Isa, ya'ni Yesuga e'tiqod qilganda. Endi bularning orasida yana tegi-tegidan o'xshamaydigan shunday mazhablarga bo'linadi ekan, shunday chiqchi bu. Ba'zi mazhablar xotnasi bo'ldi ekan bunday mushlar. Ba'zi mazhablarda xotnasi bo'lmaydi ekan. Ba'zi mazhablarda umrvoyat shu endi shu nima deymiz, yot jins bilan aloqasi bo'lmaydi ekan, shu bir shanqis bo'lmaydi ekan. Lekin ba'zi mazhablarda to'y qilishdan burun qattiq qis bo'lmaydi ekan, lekin to'y qilib bo'lgan keyin qis bo'ldi ekan. Ba'zi mazhablarda to'y qilishdan burun to'y qilgandan keyin odat muhabbatlashganda qashta qis bo'laverdi ekan. Degandek o'xshamaydi intay murakkabga. Shunga Mao yerdagi bugungi diyorimizdagi Mao mushi bo'lsa, ma pop bo'lsa, xotnasi bo'lgan mazhab ekanda bu. Shundan bu pop ayol bilan dench ko'rib olsa qaranglar. Endi bu Amerikaning uylari shunda cho'ng shundaqo, bizning denchlar tam do'g'an bilan lekin malaning denchisi tam demaskanda, kating o'tirdiga dench qo'yning ustida. Denchining keyinmi normal harakat qilib bo'lgan zallar bor ekan-ku. Shu mashqisi safada bunda o'tirib ko'mandi o denchini. Ko'rib yetib tuyuqsizdan bu erning chiroyi shop deb o'zgarayotganda, denchining keyinini ko'zitib, "Nim qo'tsasa kim o qanday kirding?" deb baqirib ketayotganda, ayol degan dring deb cho'chib nim bo'ldi deb bo'g'chilam eri guldirlab ham o'zi safaning keyinini mukib olgancha mukilib to'xtamay ayolning ko'ynikini tatadiga bo'la chaqam ye mukka chaqqan ayol odam borga bo'la deyotganda bu ayoli safat o'ttaga yerdan ilqi denshi nahlam udult ekanchu bu denshining keyinida nim borligini ko'rmaydi ekan ayolmi shundan bu erining gapidan qo'rqib chaqqanlam yugurib berib safaning keyinini mukib olgan shundan bir vaqt qarsa hech qanday ovoz yo'q ayol beshini ko'tarib qarsa bu denshining yenidimi keyinidimi hech kim yo'q quruq shundan bu ayol qo'pib hech kim yo'q-ku kimni ko'rdingiz deyotganda shundan bu er beshini ko'tarib qarsa deganda hech kim yo'q u yerda shuni turib ketganda bu qanday bo'lg'ini bu boydiq bir necha odam turadi yashada tuyuqsiz ko'rgandim bu qanday birdan yo'q bo'ldi deganda shu ayol qo'pib yaqin xizmat besman sal ish ketdim ya yalirans ish ketdim işte hamda denshini ishdagi odamni teshida ko'rib qoldingizmi xato ko'rib qolgan o'xshaysiz deyotganda shunda endi bu odamchi bu boychi bu vaqtda 73 yoshga kirgan boychimi bu shundan bu boy turib ketib Oşta o'xshaydi hamda men bilmadim oshta o'xshaydi hamsa deb bu ishni o'tkazib o'tdi bular. Lekin 2 kun o'tmaylam yana bir g'alati ish yuz bergan qaranglar. Bugun kechligi yarim kechada bu boy bilan mo'may karvat uxlayotmamdi. Shu uxlayotib bu boy tuyuqsiz qilib ko'zini ichib qoldi ekan-ku kechada. Mushtal ichib qarsa, karvatning yinda bir muncha odam shu qarqog'idek o'sha odamga mushtal qarab turgan qarang. Yilqaning chiroyini aniq ko'rmaydi ekan, lekin uyning ichi qorong'i bo'lgandan keyin ko'rinmaydi, faqat oyning sho'lisida yilqaning soyasini ko'rganda Yılq odamlarning o'rqinbasimizim bor, egizimim bor, pakirim bor, o'shada mushtal qarab turganda, shunda bu boy degan ash yuriga chiqib kecha dringda o'rindan qo'pib degan, keyingi mushtal qilib karvatdan beshib qochdi ekan-ku. Sen haq kim o? Yo'q qilish ko'zamdan
deb karvatdan sakrablam tushib andayda o'rindiq qotgan yilqini iliblam o'sha atrofdagi odamlarning beshiga urdi ekanda ashadi yo'qlash ko'zamdan san kim deb shu vaqt yaqin kelma deb boshqa qilib ketgandan keyin shunda buni ovozidan xotni o'xnib qoldi ekan shu bu ayol o'xnib qarsa bu er degan shu qorong'uda o'rindiq bilan bir yerdan urib ketdi voy nim bo'ldi deb tasada to'xni yondirganda yondirib nim bo'ldi deb boshqa qarsa atrofda hech kim yo'q yilqi buvoy degan o'ziga o'zi yelan urib boshqa ketib qolgan o'rindiqda shu nimish bo'ldi desa yilqi buvoy ashada chippi to'xtab qolganda to'xtab degan qilib mushta g'ostirab yilqigan mush tala degan iqib yilqib chiroylar totirib ketdi yilqi buvoyning nimish bo'ldi desa boy men ko'zimni olsam qarabdim endi qarqoqdek bir muncha odam men qarab turdi ashta ko'dim va ishi qo'rqib ketdim men urib olsam sen to'xni yondigan zaman yilqi odamlar yo'qa ketdi ekanda shu bu ayol atrof qarsa hech kim yo'q desa shu bilan bilmadim ashta ko'dim men deydi endi bu ayol garchi ko'magan bo'lsa bu ayol kishi bo'lgan ekan qo'rqitda er qo'pib uyning ichida odamni ko'dim degan mayli odam bo'lsin yoki jin bo'lsin bu qo'rqitda bu ayol shundan bu ikkilisi kechicha uxlanmabdi qo'rqib lekin bu ish bu ayolning kallasiga kirib oldi ekanda bu nim bo'lgandi bu bo'yim nima kasal bo'lib qolgandi bu nima uning ko'zi bunda ko'rinib turib bir berib tekshirib boqay deb shu bilan bu bo'yini doktorxonaga borib tekshiribdi qarang butun shu bedanini tekshiribdi mingisini tekshiribdi tekshirsa bu bo'yda hech qanday kasal chiqmabdi qarang ya bir yilga yashanganlarda bo'lgan xomushlik kasal deymiz umi yo'qka ya bo'lmasa ro'y parchalash deymiz umi yo'qka ya bo'lmasa bir ayolga kallasini usvilib endi mingisidan sal chatoq chiqdimi deb kallasini silib tekshirsa umi yo'qka ish qilib odamning ro'yiga ta'sir qiladigan bir kasal chiqmabdi buni bedani shunda sog'lom gap bu bo'yning shundan bu natijani ko'rgan keyin bu bo'y mo'may ikkalasi rasmiy qo'rqibdi-da chunki bu erning hech qanday kasali yo'q ekan shunaqa ya ro'y jihatdan bo'lsin ya bedani bo'lsin hech qanday bir kasal yo'q ekan lekin oshda bir narsalarni ko'ryapman deydi uning ustiga bu bir pop unday qilishdan hech qanday hojat yo'q uning ustiga yilqi yerim kechida qo'pib qortaga cho'mib ketgan osh qo'qqan oltini bu yog'alardan jonli qilib unda chiqag'il bo'lmaydi intayin haqiqiy ajaba bizning uyda rostlan birdan ba o'xshamamdimish erim ko'rdigan buning bedanda hech qanday chatoq bo'lmagan ekan men shuni ko'dim deyotgan ekan ems cho'qim bizning uyda birdan ba deb bu gap birdan bilan shu atrofdagi qo'lim qo'shnilarga pur ketibdi voy apalonchi popning uyida jin bor ekan apalonchi popning ko'ziga jin ko'rinibdi deb degan endi bular qattiq ishinibdi bu gapga chunki bu pop dedim-ku men bu pop hargiz yolg'on qilmaydi bular uyda cho'qim ashta narsa bor ekan deb shu bilan nurg'un aholilar mushlarning uyining atrofida shunday qilib ketibdi yig'ilishib anki nurg'un ilqi machatarning kinolarini amerikaniki jinning kinolarini ko'rsanglar bo'ldi ilqi bir kirs belgisini ko'tarib olgan jin qo'g'laydiganlar tushunmoq qildiganlar shu bilan bu popning uyiga kelib shu mushning ichiga bir narsa kirib olibdi deb ashada jin qo'g'lab bir qo'rashda qilib ketibdi-da endi bu Hilman degan pop o'zi qanday o'ylabdi desanglar o'zi haqiqatan shu narsani ko'ribdi lekin o'zining bedanida haqiqatan chatoq yo'q lekin bu endi pop bo'lgan bilan tangrining borlig'i ishinde ekan lekin unda jinjiyatlarning borlig'i ishonmaydigan joy bu qandoqsi bunday bo'ldi bunday narsalar yo'qdi deb ishonmaydi desa o'zi haqiqatan ko'rayotgan ishnay desa ishongisi kelmay oshunda ishkilinib qolibdi lekin shu kundan tortib bu odam kunda degidek ko'ziga jin ko'rina bo'lib qolibdi va ana yerda odamlar kelyapti meni o'ldirdi qapadi qutqizinglar yo'qlash ketamdi yo'qlash deb uyning ichida oshunda vaqraydi ekanda bu buvoy shunda qilib bu buvoy bu besim bu azob bu qo'rqinchlarga chidab bo'lolmay 2006 yili 2 kuni ayol diqqat qilmagan fursatdan foydalanib oshxona uyga kirib oshxona uyining tatmisida bir tapanchasi bor ekan-ku bularning bizlar Amerikalarda bu tapanchani endi qonunli tizimlab osib bo'ladi shundaqku shu tapanchisini ilib bunda og'zining ichiga tiqib itib o'lyapti bu erning o'lib olganligini ayol qat'iy qabul qilolmayotganda chunki bu eri odatda shunda bir xushxo'y mijozlar shunda ochiq ankimda olg'a intildigan va turmushga shunda ishtiyoqi bor bir odamda uning ustiga bu bir pop desa pop odatda nima qildi bizlar yilqi cherkovlarga borsa bunda bir uyning ichiga kirib elib boshqalar kelib o'zining dadini to'kidi shunga tasalli beradigan bir odamda uning ustiga xristiandan olsun yoki katolikdan olsun hech qaysida o'lib olsa bo'lmaydi o'lib olsa ig'ir gunoh bo'ldi shunda turib bu o'zi pop turib qandoqsiga o'lib olish bunda amalni tanlaydi bu odam qandoq azob oqibatini chekib ketgachga qanchalik qo'rqib ketgachga o'lib olishni tanlaydi uning ustiga bu er o'lib ketgandan keyin bu yana bu erga nima bo'lganligini faqat bilamabdi bu ko'zlariga nima ko'ringanligi nima sababdan bunday o'lib olganligini bilamabdi shu bu ayolning ko'ngli shunday yerim bo'lib bu erning oxiratlik ishlarini bir taraf qilib qo'ygandan keyin shu uyda bu erning kiyim kechaklarini radlamamdi bil erni aslagach bir chetdan yig'lab shu kiyimlarini qatlab olsa tuyuqsiz bir kiyimning yonchug'idan bunda bir shovqin chiqib qolibdi mana beg'ishga bog'laydigan bir narsa bu nima bo'lsanglar amanglar bizlar odatda doktorxonaga kirsanglar isminglarni yeshinglarni keslinglarni yezib menga bir tal narsa so'lyo narsa taqab qo'ydi ranglik shunda bizlar o naq ashta narsa shu buni ko'rib shu bu ayolning jig'iri qilib qolibdi ko'ngli nima esib kelibdi desanglar 20 oy burun bu eri ashadagi ma'lum bir doktorxonada bir davom etdi ekan nima bo'libdi desanglar shu 3 oy yallig'ib qolibdi ekan shu qo'sqinning ichidagi ma'lum bir shu yallig'ib qolgan 3 oyni kesib evitibdi ekan operatsiya qilib shu buni ko'rib bu ayolning kallasi zing'idam qilib qolibdi nima ishqa desanglar dal shu eri doktorxonada davolanib chiqqandan tortib eri shunda g'alati narsalarni ko'radigan bo'lib qolibdi ekan bu eri shu ko'ziga g'alati narsa ko'rinib ish ketdi deganlar o'lib oldimi ish ketdilar shu bu ayol buni o'ylab turib ketdi mushu doktorxonada bir chatoq yo'qdi mushu doktorxonada davolanib bu erimga bir shub qolmagandi deb shu bilan shu eri davolangan doktorxonada bir tonishyapti ekan shunga o'g'irliqchi sen asta doktorxonadan dayin qilib o'g'irliqchi men erimning binglesini ya'ni davolanish xaterisini men chiqirib bergan bo'lsang da aytganda endi bizning bu yerlar o'zimiz
chiqara olaymiz-ku. Endi o doktorxonaning bermamdi ya bilmadim. Ish qilib, shu doktor do'stiga o'g'irlikchi ochiq ber debdi. Hamma qil deb o do'sti ochiq beribdi, ochiq bergandan keyin buni olib bu ayolning yana bir doktor do'sti bo'lganda boshqa bir yerga. Shu ashdan olib ko'rsatibdi, mana bir ko'rib olgan bo'lsang, mana ichida bir gumonliq nuqtalar bormi, g'alit yerlar bormi deb ko'rsatdi. Shu bilan bu do'sti bu binglini ko'rgandan keyin asta-asta ko'zlariga mushtaq o'tkazganda tur ketib, shu bilan bu ayol deydi: "Ma binglida rost masala bor ekan. Sening Eronning o'lib ketishi mushu qitimliq operatsiya bilan munosabatga o'xshaydi" degan gapni qilganda, shu bu ayolim hayron qoldi ekan. Shundan bular bu ishni tekshirishga qaradi. Asli qanda ish yuz beribdi desanglar, bu vaqt dal mushu operatsiya ustida yuz beribdi. Endi shunda jing tayyor keldi, qulog'imni tutib olaman. Men qizim tuqqan chaqda operatsiya qilib tuqqandan lekin ilqindak yerim narkoz qilib operatsiya qilgan. Ben mavjud deymiz-ku, hamma narsani ko'rib turma, bilib turma, anglab turma, gap qila olmayman, lekin og'riqni sezmayman-da. Endi ma buvayni operatsiya qilgan chaqda bu operatsiyani cho'qim tushunmay ma'qul deganda bir xil narkoz qildi ekan. Hech nima og'riqni sezmaysiz, xult bilib, andikin ma ko'zingizni qayta ochgan chaqda operatsiya tugdi deb ashbet o'qindigan ashunda operatsiya ekanda. Endi bu xil tushunma operatsiyaga doktor 3 xil ukol soldi ekanda. Birinchisi og'riq to'xtatish ukoli, ikkinchisi tinchlantirish ukoli, uchinchisi muskul bo'shashtirish ukoli. Endi og'riq to'xtatish ukoli degan hammamiz bilamiz og'riqni sezmaydigan ukol. Shunaqa ikkinchisi mau tinchlantirish ukoli degan shu sizni xult etadigan ukol. Masalan, buni urmay qolsa-chu, garchi bir yeringiz og'rimagan bilan, ilqi shu operatsiyaning jarayonini ko'rib tursangiz, ilqi ichingiz pushib, u bu bo'lib, ilqi meni operatsiya qilyapti deb ilqi jiddiylashib, tashvishlanadigan ishlar bir ishkanchu. Shunga sizni bir xil xult tutsa, ilqi operatsiya jarayonidagi u ilqi bir xil titildashni sezmaysizga, ashunda bitdi, uxnib ham ilqi orliqdagi azobni sezmaysizganda ashunda bo'ldi ekan. Endi bu muskulni bo'shashlantirish ukoli degan nima desanglar, masalan, odamning badanining garchi siz uxlab qolgan taqdirda, lekin odam badanining o'zini qo'g'dash bir xil jijis bo'lganchu. Masalan, qanday desangiz, agarda sizga bu muskul bo'shashlantirish ukolini urmasa, sizning qoningizga qishlanqit qilib, bu qilmiz degan chaqmi, misha bir xil bo'g'ilib mushlab turib olganchu, chunki odamning o'zining muskullari shunda bo'ldi ekan. Anki operatsiya qilish jarayonida mush ishxonangiz deymiz, u bu yerlar ashunda yenlam ilqi o'zini qo'g'dash holatga ashunda ching turganchu, shunga mushta muskul bo'shashlantirish ukoli urdi ekan. Shu bilan bu operatsiyada doktor bu boyga boshdan shu muskul bo'shashtirish ukolini uribdi. Shu urib bo'lgan keyin bu boyga debdi, ichingda birdan 10 sana bo'lmaylar, shundan ketsa, uyqu ketsa, anki u xonsalam operatsiya tugaydi debdi. Shu bu doktor ham ma'qul debdi. Shunda endi bu doktor ma gapni deb bo'lgan keyin ma boshda muskul bo'shtirish ukolini urib qog'ochkisini urmoqchi ekan deb bera. Shu bilan bu boy ichida sanayotgan chaqda, shu bilan bu doktor narkoz urgan doktorga, bosh doktor ma operatsiyaning bosh doktori bir gap qildi. Nima gap desanglar, oldin qitim operatsiyadagi munda bo'lganda u bu deb oldin qitim operatsiyadagi bir gapni deb chiqib ketibdi. Shu bilan qaranglar, yilqi gap bilan bu ketib, bu narkoz doktori qolgan 2 ukolni urishni unutib qopti. Shu bilan bu vaqtda bu boy ichida sanoatida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o'tibdi. Bu hammani bilib turdi, yana o'shidan ketmabdi. Bu qanday bo'ldi? Bu doktor meni o'shidan ketsa da o'tadi deb. Shundan bu nima bo'ldi? Doktorga deydi deb tamshilibdi qaranglar. Bu vaqtda bu boy his qilibdiki, o'zining hech qanday yerini midirtamaydi. Og'zidami gaqlamaydi. Bu hozir bu boyning birdan bir midirtalaydigan yeri faqat ko'zining qarchug'i ekan. Mushtaq ko'zining qarchug'idan midirtalayotganda, yilqi degan ichlarida chaqirib ketdi bu boy, lekin yilqini teshiq chiqaramabdi. Dal shu vaqtda men operatsiyada yilqi pichoqlarni, qochlarni sunib bergan sestra bor. Sestra kelibdi. Buning beshiga kelib mushta qarab turibdi bu boyga. Bu boy degan ko'zlari mishadan chiqib ketayda qolibdi. Ilq ichib deb ketdi. Men de xushimda ketmadim, men so'yib etmanglar deb shunda talmirib yilqi sestra qarab kelsa, bu vaqt sestra nima ish qilibdi deb bergan. Ikkital javobini aklab bu boyning ko'ziga chaplab qo'yibdi. Emsi bu sestra bu boyning uxaqligini ko'rib turib, yana nima ishqa chaplab qo'ygandi. Endi bu sestrani eskadamiki deb o'ylab qolgan unda emas. Balki nima desanglar, avvalgi muskul bo'shtish o'qini urvatgandan keyin ba'zi odamlarning mushu ko'zining qopig'i va shu ham ilq kontrolligini yo'qtib, mushu ochgan peti bo'lsa, mushu ochgan peti qilib qolgancha shu yerda ko'zni yopolmay. Agarda ko'z bunda uzoq muddat bunda yipilmay qilsa, nemlashmay, mavil havo uraverib, shundan ko'zning ilq nimasiga, munguspartiga ta'sir etgan. Uning ustiga operatsiya xonasi ichida boshqa har xil ilq shovdu shu u bu deymiz, shulaylik uchib keldi emasmi? Shunga ma ko'zga zaxm yetmasin deb bu sestra uning ko'zini chaplab qo'ydi. Shu bilan bu ichida o'ylabdi, men sestramning ko'zimdan ochiqligini ko'rdi, men ukolni hamda ta'sir qildigan o'xshaydi, vaqtchiroq deb o'ylabdi, ha deb yetibdi. Shu birdan saqlab yiqdi, yandam o'z uxaq, bir vaqtda tuyuqsizlar. Bu bosh doktor, men operatsiyaning bosh doktori. Men tayyorlanib bitdimi, hozir operatsiya boshlaymiz deb bu gapni anglagandan keyin bu boy ondan opla, mamanga ishga ukolni urishni unutib qopti. Endi qanday qilaman deb butun bedenimda mushta tirkishibdi, lekin ichida tirkishyapti. U bedni hech qanday vinsi budon midirmidi. Shunda tirkishibdi, ichida degan chiqirib ketibdi. Faqat lekin ko'zning qarchug'idan midirtalayotgan, lekin u qarchug'i ajobining ostida. Meni operatsiya qilgan chaqda faqat mush ostinqi bedenimdan sezmas qilayotganchu. Shunda xo'sman, lekin ilk operatsiyadan degan olgayni bo'lib bir 20 soatdan qaraq qildi. Shu 20 soat yilqiyada ostinqi bedenlarni midirtamay yotmoq intayin azob berishga. Mushta qilib ilk putlarimni vahshiy midiratqim kelib ketdi shu vaqtda. Ma boyning butun bedeni ashdan midirmagan bo'lsa qancha qiynalib ketgandi. Dal shu vaqtda bu boyning qo'sqig'iga ajoyib bir og'riq kirib ketibdi qaranglar. Voy ichida degan voyjon deb ketibdi.
Bu doktorlar operatsiyani boshlab ketibdi. Bu buvayni tirik so'yibdi bu yerda, o'ylab yiqinglar. Hech qanday narkoz urmay, qo'sqining necha qat terisini kesib, ichidagi uchayni kesib atadi degan qanday og'riq bu. Bu jarayonni so'zlamsammi o'zinglar his qilsizlar aqchan. Bu buvay degan yilqi og'riqlarga chidamay, to'xtamay ko'zining qarchug'ini metildi deganda yashadi. Mushtoq qilib oxiri bir orliqda bir nimalarni qilib yurib, kirpigi bilan miyadagi javobni unda ding qilib ko'tirib yetibdi-da, mushtoq bir yeri ichilib qolibdi. Dal shu vaqtda bir sestra bu buvayga mushtoqlam qarab qolibdi. Mushtoq qarasa bu buvay mushtoq qarab turgan yilqi sestraga ko'zini to'xtamay mushtoq qilibdi, qarchug'ini. Yilqini ko'rgan yilqi sestraning jini chiqibdi yashadi. Uy, ma bu deydi, do'shni ketmabdimi? O'qaq ketdi deb vaqirab ketib tashladi. Shuni bu gapni olgan keyin bosh doktor tozi bu buvayning uchini kesib qilib yetibdi kayliqida. Nima bo'ldi deb mushtal qarabdi. Angacha ayadi kelgan narkoz doktor nima ish bo'ldi deb o'rnini qo'yibdi. Endi bu narkoz doktor qanday desanglar, endi ma doktorlik o'qiganlar bizlar. Bu narkoz doktori bu operatsiyaning jarayonida qatnashmaydi, lekin bu faqat sizni uxlatishga mas'ulda, narkoz qilishga mas'ul. Lekin bu operatsiyadan kesim bo'lmaydi. Boshdan oxiri beshingiz qarab turish kerak. Chunki bu narkoz o'qilingan odamning masalan ig'irligi deymiz, bu egizligi, andagi yeshi, uchi nurg'un omillarni birlashtirib andikin shuningga asosan shu miqdorini bekitadi-ku. Agarda jiq urib qo'ysa, bir xillam uxlabla u dunyoga ketadigan gap. Agar az urib qo'ysa, toza operatsiya qilayotgan chog'da og'rib uxlab ketadigan gap. Shunga dal sizni o'sha qachon uxinsiz degan chog'da shu chog'da uxlatadigan qilib belgilaydi-ku buni. Shunga bu narkoz doktori cho'qim operatsiyada bo'lish kerak. Shundan bu doktor bu gapni olib nima ish bo'ldi deb diringni qo'yib yugurib berib qarsa, yilqi buvayning ko'zi mudu ochiqdagidek meni. Shundan shu jitibda oldiganda yilqi javobini ichib qarsa, yilqi buvayning ko'zlari degan mushta mo'ldirlab ketdi. Yilqidan qarab, yilqi ko'zining ichida vuju, kongju, tonku hamma xil hissiyot bor. Shuni buni ko'rib bu narkoz doktori ashada qallis qop quruq ketgan nima ish bo'ldi? Nima ish qo'qinib qoldi bu deb mushta o'ylab qallis degan zing qilganda. Men akayniga 2 kun urishni unutib qopdim-a. Deydi. Shundan bu narkoz doktor shu zamat berib keyingi 2 kun urib ketilganda, ondan bu buvay og'ir azobini qutlab, asta-asta uyquga ketgan. Bu buvay uxlab qoldimi, lekin bu og'ir azobi endi men narkoz doktorga kirib ketganda, qandoq qilaman, nima ish qilib qo'ydim, qandoq qilaman. Bu buvay uxlab cho'qqi meni arz qilmay qo'ymaydi. Og'ich pul to'layman, uni to'lab taqamay yana men doktorxonada cho'qqi meni haydi bitdi. Cho'qqi ma u doktorlik kinishkamni yo'q qildi. Boshqa doktorxonalarni olmaydi, men qandoq qilaman? Bu xizmatdan bekor qolsam, menda uyimning dayqasi qandoq to'layman, bankning yig'ib oldi uyimni, xotin bolalarimni qandoq qilaman, oshlanamaymiz, men qarash qandoq qilaman deb yil doktor degan jovli bo'lib ashada tipirlab ketdi. Misha yana bir e'lon qilib qo'y, yana shu Bernaning ko'chapyansi. Qizlaranglikni bekrak yaxshi ko'rmaydigan edim. Uni yeb qizlaranglikni biroq tugib ketibdi. Serxonanglikni qilib qopdi. Yana mal kirgizma. Men o'sha qizlaranglikni yaxshi ko'rganlar, bu daqiqada qizlaranglikni ham ironlar. Bu daqiqada mash qizlarni ham olsam. Bektajmo. Andikin bir qatimda o'tirib chiqib bo'laq, biroq yavanmanglarjmo, qancha payz olsinmi, hamma narsani jiqyavasanglar ig'ir keldi, sig'mashib qolsin yana. Bir bolaqni aldırma yeymiz. 29.9 mağa 8 bolaq keldi. Aslıki pilnuncu bilan is qo'yma. Aşı birinci pilnuni basanlarla muş chiqdi-mi? Setation qamalar. Shunda bu narkoz doktor uyan o'ylab, ya bu boy bu ishni bilib qolsa olmaydi, haqlaydi devasi bo'lmaydi deb oxiri qalisiq nima mal kelgan sanglar. Bularda bir o'g'il bakenda mitatsiolun deb. Bu o'g'ilni ursa odamning vaqtli xotirasini yo'qotadi. Endi buningdan burungi natija 10 yillarni yashayotgan o ishlari hech qaysi esdan chiqmaydi, xotirasini yo'qotadi. Faqat shu kichikgina vaqt ichidagi, qisqagina vaqt ichidagi xotirasini yo'qotadi. Keyin bu normal turmush kechirayotganda normal ahvol ostida. Shundan bu narkoz doktorining mushu o'qilni mush buvayga urvatkisi kelibdi. Mush urvatsa, mush operatsiya jarayonidagi mush ishlarni unutib ketsa debchi. Lekin bu operatsiyaxonada o'zlar emas, boshqa doktorlar bor. Bu o'qilni g'ib berib urutmaydi bu. Shunda oxir bo'lmay bu boshqa doktorlarga deydi-ki, mushta qilayli deb. Shundan bu operatsiyaxonadagi doktorlar bilan sestralar bu gapni anglagandan keyin unchalar o'ynashib ketmaylar, ma'qul deyotganda, nima ish qilsanglar, endi garchi bu narkoz doktori buni urishni unutib qolgan bo'lsa-mu, lekin bular hammasi bir operatsiyani qilyotdi. Agarda rasmiy keyin arz qilib sudga tushadigan ish bo'lib qolsa, balkim bularga ta'sir qilishi mumkin. Bek ig'ir bo'lib ketsa, bularni kechib qilishi mumkin. Agar yeni bo'lib qolsa, bularga jarimani berish mumkin. Uning ustiga bular hammasi xizmatdosh 10 netijalarni yoqib birga ishlayotdi. Shunga bular endi bu ishni endi bu doğru unchalar bek ta'sir qilib ketmaydi. Urvasak, hech kim bilmaydi, hech kim bizga zahmat yetkazmaydi. Shu ma'qul deb chaqillan bu bo'yga bu o'qilni urib ketdi. Endi bizlar odatda operatsiya ustida nima dorilarni ishlatdi, nima ukollarni ishlatdi, ujur-bujurlargacha hammani cho'qim aniq yezib xotirlash kerak shunda qo'pinglarga. Endi bular masalan yozmaymiz deb qolsa, lekin doktorxonaning dorixonasida nima ukollarni ekvatsiz, ma operatsiyaxonaga ishlatyapsiz, ular xotirlaydi emasmi? Shu amal yo'q, bular ishlatgan dorisini bu pinglisiga yezibdi. Endi bularmi unchalar qo'rqib ketmabdi, chunki agarda bu kesla saqib chiqib ketsa, bu kim bu pingliga qaytadan qarab o'tirdi, qancha qaytadan qarab chiqqan taqdirdami? Biz odatiy odamlar uni ko'rib tushunmaydi deb o'ylaydi. Masalan, biz doktorxonaga berib tekshirsak, mo'yliga tekshirish dokladini chiqqandan keyin doktorning yiniga berib, men ko'rib beraman deb ko'zimizga shunga o'xshash odatiy odamlar ko'rib tushunmaydi deb, shu bilan bular mushni mushtab bir taraf qildi.
Shunda operatsiya oxirlashgandan keyin bu doktorlar bu boyni ko'ngil bor ekanda, bemor uyga. Shu berib ansanda bir gaplarni uchun chiqarib, bunda so'rab baqatgan. Degandek bu boyning qattiq esida qolmabdi qaranglar. Shunda yaxshi qilibni rahmat sizlarga u bu degandek gaplarni qildiga, unda o'qinib qolganda, bunda o'qinib qolganda qattiq unda gap qilmaydiganda, buni ko'rib doktorlar ras unutib qolibdi-da, deb shu ondan yurgi joyiga tushdiga bularni. Lekin qaranglar, bu xotirni bu boyning juguan yeshisidan chiqarib etgan bilan, lekin odamning chen yeshida bir narsa bo'ldi. Ya'ni yoshirin anglamdiq. Osh operatsiya ustidagi osh xilqi vujugan, osh xil azob, unga osh xil qo'rqinish bu odamning shu ko'ngilda cho'nqur yerda qilib qoldi chen yeshisida. Shunga bu odam doktorxonadan chiqib oz o'tmayla ko'zga yilqinda g'alitni narsalar ko'rinishga boshlabdi. Yilq operatsiya ustidagi qo'rqinish bilan qo'shilib, yilq qolistiki xotir inni xo'magandan keyin, agarda inni xo'gamsa, ammo doktorlar bunda qilgan deb ancha qo'rqib ketmaydi. Lekin yilq u ish esida bo'lmagan lekin yana mushunda bunimda ko'rinayotgan keyin bu bag'ansir qo'rqib oxirida o'lib olgan gapda men aldi dedim-ku bu boyning ko'ziga ko'ringan odamlar semizim ba, o'rqim ba, igzim ba, pakasim ba, o'shda mushtaq qarab qarabotning ustida mushtaq qarab turgan dedim-ku. Siz operatsiya ustida yasangiz hamma doktorlar ustinglarda mushtaq qarab tura. Naq shu doktorlarni ko'rib tasli bu boyning osh ko'rgan odamlarning hammasi doktorlarga. Uning ustiga o'ylab beqinglar. Bu boyning tirik so'ygan vaqt qanchalik vaqt. Ash boyning qo'sqiga pichoq sag'andan tatib, ash boyning o'qoqligini bayqab qo'yib, o'g'ini urib xultivatkichi bo'lgan oraliqda 16 minut tirik so'yibdi. O'ylab beqinglar, 16 minutda birsi qo'sqinlarni kesib, yetqa terisini kesib, ichidan uchiyonlarni chiqarib, uni kesib, o'ylab beqinglar 16 minut mushunchalar azob oqibatga chidab bo'la olamsizlar. Shunga bu xil azob bu boyning yurigiga o'tib ketibdi. Shu sababdan shu bu boy oxirimish qalbisidan chataq chiqib o'libdi. Bu ayoli erining haqiqiy o'lib ketishini bilgandan keyin shunda jig'la ketdi, eriga shunda ish chaqirib ketdi. Operatsiya ustida bir azob tatdim. Operatsiyadan chiqib yana azob tatdim. Qanchalik azobda o'lib ketgan sajinim bichara deb degan ayol shunda jig'la ketdi. Yilqi doktorlarning chiroylarini esiga keltirsam shunda ajab kelib ketdi ekan. Ashlar o'zining ish xizmatini saqlab qolish uchun bir odamning jiniga zomin bo'ldi. Agarda qaranglar, bu doktorlar yilqi keyindagi xotirasini yo'qotgan o'g'ilni urmay, operatsiyadan chiqqandan keyin chiroyliqcha o'zining xatoligini to'nib, ashada egilib salom qilib to'ylan berib qolgan bo'lsa, yana bu ishni hal qilib ketgan bo'ladi qarang. Agarlarda bu yilqi urgan xotirasini yo'qotgan o'g'ilni urib bo'lgan bo'lsa-mu, operatsiyadan chiqqandan keyin yana pushaymon qilib, "Qapimman biz mushtamishda qilib qopdik-ku, menda bo'lib qopdi, biz kechirim so'raylik" deb qilgan bo'lsa, shu vaqtmi yana bu boyni qutqizmoqli bo'ladi. Nima ish qilsanglar, bu boyning ko'zlariga bir nima ko'rinib qolgan chaqda ro'y kasalliklar doktorxonaga olib borgan-ku ko'rsatgili. Shu vaqtda doktorlar nima deb tursanglar, hech qanday kasal yo'q-ku bu boyda. Balkim bir cho'ng bir yillik dajiga uchrab ketgan bo'lishi mumkin. Ammo shu dajining nimishligini topsaq, anki mush ishga nisbatan ondan bu boy bilan bu paranglashib, asta-asta shu ishga nisbatan davolash loyihasini tuzib, ko'ngildagi tugunni ondan yesak bo'ldi. Ashta ko'ngildagi tugunni yeshilib ketsa, ondan keyin bu odam saqayib ketdi deb deganchu. Lekin bu tugunning nimligini hech kim bilmaydi, bu ayolim bilmaydi, bu boy o'zim bilmaydi. Agarda shular chiroyliqcha iqro qilib munda ishdi degan bo'lsa, bu boymi, meni asli kallamda chataq yo'q ekan, mening badnimda chataq yo'q ekan, asli munda ish yo'q deganda deb o'zini o'zi tushunib, bu keslik saqayat ekan. Shunda qilib bu ishning tek-tek yetgandan keyin bularning uydagilari bu doktorxona ham shu doktorxonaga kelib operatsiya qatnashgan doktorlarning hammasini sud qarz qilibdi. Shu 2 yil sotlish orqali 2008-yil bo'lgan chaqda bularning uydagilari bilan bu doktorxonadagilar xija qilibdi-da, kelishibdi. Bu doktorxonadagilar bularning uydagilarga nurg'un pul to'lab beribdi. Qancha pul to'lanmagini sirtqa qo'ng'u qilmabdi-da. Dal mush odamning mush vaqasi tufayli butun Amerikadagi barliq doktorxonalarga yangi bir qoida tuzum qaytib o'tibdi qaranglar. Nima desanglar, mushundoq cho'mma, ya'ni butun narkoz qilgan mushta doktorxonalarda cho'qim bir yilgina yechi bo'lish kerak ekanda, mushu odamga men narkoz ta'sir qildimi, qilmadi deganni tekshiradigan qilib turgan bir narsa bo'lish kerak ekan. Undan boshqa butun mush operatsiya jarayonidagi mush narkoz bu narsalarga mush operatsiya qilgan bosh doktordan sirt mush narkoz doktori ikki odam tang mas'ul bo'lish kerak ekanda, boshdan oxiri butun ishlatgan narsalarning hammasiga qarab chiqqandan keyin imzo qo'yish kerak ekan. Lekin bu odamning bemorning ahvoliga cho'qim mush o'zining ko'zi bilan 3 qitim qayta qarab chiqish kerak ekanda. Biz zodi o'shidan ketdimi yo'q, men ko'zlarim midravatamda yo'q, ta'sir qildimi qilmadi, shunga qarab 3 qitim ashta qayta tekshirib o'tgandan keyin ondan imzo qo'yish kerak ekan. Imzo qo'yib bo'lgandan keyin uning qaytadan o'chasi bo'lmaydi ekan. Shunda qilib bu boyning dilosi mishada xarlashdi qaranglar. Men sizlarga bir kino to'yjan qilay. Bu kinoning hikoyaning mazmuni o'xshamaydi, u bir sho'yin yipiyan, lekin o'sha operatsiya ustidagi jarayoni shunda o'xshaydi. Mush kinodagi bosh personaj o'g'ilg'imi, ashundaq Moskvani boshidagi o'g'ilni urib, lekin qog'ashga o'g'ilni urmadi deganlar, naq o'sha boyning o'xshash yilq balning ko'zigimi javob chaplab qo'ydi. Shu kinoni ko'rib beqilab behbayza bu kinoni ko'rib bo'lgandan keyin abanglarning gapini yaxshi anglaydigan bo'lsalar, bu kinoda men eng yaxshi ko'radigan bir ayol cho'lpon bachesh kadab mush qizlar bashirul olgan. Shunda payza, shunda yuragimdan dib salgan kino. Andiki men sizlarga bir o'zimda yuz bergan bir ishni so'zlab beray. Men yeng to'y qiliblam, aytsam biz yeganga mangancho kelib shon bilan bu kelib bir necha kundan keyin endi bu yerning yeydigan narsalari yoqmadimi, yegandan yaqinda bo'ldi, birdan bilan to'xtamay qusib qolib qoldimchu. Bir narsa yemayman, bir narsa yesam ham qusuma. Shonda oxir doktorxonaga borsam, jishin kangga yemib qopna qaranglar. Shonda yilqinga vejin qildiganda qishlanq sep tekshirayga oshqazani. Endi qanday qilaman deb dadam bir vaqtda shlanq sep tekshirganda ulqag'iltas qoldim degan gibi esimda-da. Shu qanday qilaman deb shon bilan o'ylab turgansam, doktor xotirjam bo'lib hozir degan bir ham narkoz qilib
pul to'plab tashraymiz, hech qanday og'rimaydi dedi-da. Ha deb shundayligindek mamusha butun og'iz qoni yemmaganligindek ma qilib turgan bir narsa ishkizdi, oshlarni ichib saqlab turdim. Oxiri shu bilan man keldi qaranglar, yuragim degan dupildab ketib bordi. Menda yancha yotqizib qo'ydi-da. Shu og'zimni kerib ichib turgan bir narsa sepib qo'ydi. Şu bilan yatma bir necha doktor bor yanimda. Şu bilan yilqi og'zimga mushtal birni tiqmoqchi bo'lganda, qildim deb demoqchi o'g'lim. Yilqi men ho'shimdan ketmadim demoqchi-da. Shu yendiki doktor to'xtab ho'shimdan ketmabdi dedi. Shu bilan andikin yanal yilqi narsa og'zimga tiqmay deydi. Qisam shu bilan to'xtab ho'shimdan ketmabdi deydi. Shu bir vaqt qilib qo'ydim. Birdan bir sekundda ho'shimda ketdim qarang. Shu bir vaqt ho'shimdan kelib qarsam, erim yenimda turdi. Men qizimni tuqqan chog'imda men azaldan bunda cho'ng operatsiya qilib baxmaganchu. Shu operatsiya xonasiga kirsam, saybozadeklar hammasi o'zining ishini qilyotdi. Bu yerda bir operatsiya xonasida bir 10 dak doktor bormiki, hammasi o'zlarining ishini qilyotdi. Yilqi yerda shu bilan endi nima deymiz, bal tuqqan ekan shu. Bunday meni kiyib, aslida men ishni kiymay kirmagan uyaga. Shu kirib yilqi yerda yotdim. Mush qo'rqib, yuragim mush og'zimga qaplashib qoldi qaranglar. Yillar meni so'yib yutgandek. Shu yilqi yerda yotdim. Dumbamga ukol urdi kedanglar, yilqi narkozmi ashaga. Qanday qilaman deb yilqi yerda o'zingni tugul deydi. Mushta tugilyapman. Qo'sqim yo'g'amqanki qanday tugilmay u yerda. Mushta tugila deydi. Mushta qitib borman. Yilqi bir doktor meni ayol doktor meni quchoqlab turdi. Keynimdan yana bir doktor dumbamga yilqini tiqmoqchi. Qachon ash ukolni dumbamga tiqqan chog'da voyjon deb midirib qolaman deb qo'rqib, shu yilqi ayol doktorga meni chingidan quchoqlab olay deb yilqi yig'lab ketdim yilqi qarang. Shu bilan u ayol ham aql deb meni quchoqlab oldim-u, bir vaqtda passida tiqdi, o'nliqib qoldim. Bir xil og'riq bilan qo'shilib, bir xil mamad bir yilqi bir xil shinjingranglar birini tiqib etgandek o'shunda ganjod bo'lganda, keyindan shunda u yana bir nimalarni qilib choplab meni o'ngdan yotqizib qo'ydi. Butun kallam nima o'ylayman sana? Bu dumbamda bir jingni bo'lsa meni o'ngdan yotqizib qo'ysa bu jingni ichim kirib ketmamdi deb o'ylayman-da. Shu yilqiyada nim qo'yatdi, mundamda bellarimga mundamda qilib qo'yatdi, qo'lni shundan ag'ritma deganda, sezdim dedim-da, yo'q ganjo desam shunda. Anki birdan yanimda qildi. Yo'q ganjo dedim-da, operatsiyani boshlamoqchi bo'lib ketdi bular. Shundan pichoqlarni munda ko'tiryapti, qarsam, "Ey, vohay yo'q ganjo" desam shunda. Qo'pib, "Ha, shu ganjoda bo'laversan, lekin og'riydigan ganjo'rang yo'q" deb deb shu bilan yotdim. Ani qilib ben qo'rqib ketgandim bu doktorga. Men boshda doktor men ben qo'rqib ketdim. Meni bir axlam uxuldi-da degandim-chi. Shu doktor ham ma'qul degan. Birdan degan qarsam hech qanday og'rimadi, yilqlar gard kesyapti, qon sho'raydigan narsa shop sho'rayotdi. Shu bilan turib ketib, "Bo'ldi doktor meni uxlatmara, mushta yotay" desam ham ma'qul dedi. Shu doktor beshimda turdi. Ashuna qilib shu bilan bir orliqda shu qo'sqimdan yilqichu bolni mushta sug'urib og'ini his qildim. Og'rimadi, lekin yilqlar chiqaramay mushta silkinganda mening bedanimni bildim mushta silkinib ketdi-chu. Yilqini chiqarib bo'lgandan keyin shu dinaradan qo'sqimdan chiqiblam, chiqqan zaman chiqirib yig'ildi-chu. Balamni ko'rib boqay desam, men ko'rsatmaydi. Bir ekitib, yuyib, tarab bir vaqtda yinimga, "Mana balang" deb ekitib, men qarab boq yuzimga yiqib qo'yib ekatdi yilqini qaranglar. Bu yuvotgan chog'da qizmika, o'g'ilmika deb shuncha so'rab kelsam deb men oxiri yub bo'lganda undan yinimga kelib qizga dedi. Shu bilan yilqi qizimni ochiq ketdi boshda. Meni yilqiyada o'sha qizimni ip bo'lib, yana 20 soatdek qo'sqimni tikdimiki, shu jarayonda abi menslay degandek oshunda ichim push ketdi. Va ichim titildab ketdi yilqiyada. Qachon putumni midirtaman, qachon yomshimni midirtaman deb midiratqim kelib, misha titib bo'lib ketdim. Shu mening hayotimdagi birdan bir operatsiyarim, shu qizimni tuqqanim shu. Endi ba'zi qizlar shu operatsiya qilsam og'rami, operatsiyadan chiqqandan keyin og'riydi, shunda og'riydi deb anladim deganlarga desam, men o'zim og'riqdan vahshiy qo'rqadigan odamdanlar. Menchi bo'lganda operatsiyadan chiqqandan keyin unchalar voyjon deb uxlanmagan darajada unda og'rimaydi ekan. Raslan. Lekin qaysi vaqtda ang og'riydi detsanglar, operatsiyadan chiqib bilqay neogarni tatib etdi. Tatib etgan chog'da bir og'riydi. Andikin tunji qadam kichik tarat qilganlar chog'da, ammo osmonga uchib ketgan tas qoldim yilqi og'riqdan. Oldidagi shu bir necha qadam kichik tarat qilgan chog'da vahshiy og'riydi. Bu da mesela bugünkü videolarımız müşahede xalashdi diyecek ben çok tanqilishni tutqanmanglar. Anki ma Berna'nın kucap yansın setivishni tutqanmanglar. 29 9 8 bo'lib keldi. Aslida mush pilninchi bilan is qo'ymaydimu. Xayr xo'sh.